Mana bu she'rni eshitmasanglar bo'lmaydi. Yigitlar uyatchang, qizlar sho'x bo'lib ketdi. Mehru oqibat umuman yo'q bo'lib ketdi. G'iybatchi ko'pligidan sirlar oshkora, pinhona videolar tarqalib ketdi. Ko'ring, dunyo chappasiga aylanib ketdi. Erkaklarni sira yurmas ishlari, ayollar har ishda usta bo'lib ketdi. Otalar bola boqur, ro'zg'or yumushi, dunyo chappasiga aylanib ketdi. Bozorda sotuvchi faqat ayollar, mardikor bozorda yana ayollar, so'kingan, shim kiygan, mashina mingan ayollar, bizni ayollar. Endi qarang, bo'yanib, suzilib, yelkasini ochib, TikTokdan pul topib, vijdonni sotib, nomus, g'urur, orni butkul yo'qotib, zabardast yigitlar hezalak bugun suzilib gapirar ayol misoli. Ayoldek raqs tushar o'ta hayoli, yangi O'zbekistonning yangi ayoli. Dunyo chappasiga aylanib ketdi. Qizlar yigitlarni qizg'onsa bugun, yigitlar labizsiz, dayus misoli. Qalbimda kundan kun ko'payib tugun, dunyo chappasiga aylanib ketdi. Choyxona, basseynlarda ayollar to'la. Baliqxona, shashlikda ayollar to'la. Yo'q bo'lib ketdimi erkak butkula, dunyo chappasiga aylanib ketdi.